Farg'ona viloyatida bugun millionlar o'yini futbolni rivojlantirish, professional jamoalarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib sharoitlarni yaratib berishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa futbol jamoalari o'rtasida uyushtiriladigan sport musobaqalari yangi nomlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Ikkinchi liga jamoalari o'rtasida o'tkazilgan viloyat kubogi 2025 musobaqasini ham ana shunday nufuzli tadbirlar qatoriga qo'shish mumkin. Bu yilgi bellashuvlarda tuman shaharlarning 16 ta jamoalari qatnashib, o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Musobaqaning final uchrashuviga esa O'zbekiston tumanining Yaypan Farg'ona va Qo'qon davlat universiteti jamoalari yetib kelishdi. Bag'dod tumanidagi markaziy stadionda tashkil etilgan final uchrashuvi qiziqarli tus oldi. O'yinning asosiy vaqtida kuchlar teng kelib, 3-3 hisobi qayd etilgan bo'lsa, g'olib jamoani penaltilar seriyasi aniqlab berdi. Berilgan imkoniyatning barchasini bexato amalga oshirgan yaypanliklar musobaqa chempioniga aylanishdi. Bugungi o'yin juda ajoyib bo'ldi. Jamoamizni hammamizni tabriklayman. Eng yaxshi o'yinchi bo'ldim. Bu jamoaning yutug'i. Bu musobaqalar albatta bizni yoshlarni keyingi yuksakroq ko'tarish uchun o'tkazilyapti. Bundan xursandmiz. Musobaqa yakunida tantanali taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda dastlab joriy yilgi futbol mavsumida alohida namuna ko'rsatgan tuman hokimliklari va jamoalar tashakkurnomalar bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, mavsum davomida eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi o'yinchi va eng ko'p to'p urgan futbolchi nominatsiyasiga loyiq ko'rilganlarga viloyat hokimligi futbol assotsiatsiyasining maxsus sovg'alari topshirildi. G'olib jamoaga viloyat kubogining tantanali tarzda topshirilgani barchaga o'zgacha kayfiyat hadya etdi. Endi viloyat kubogi sohibiga aylangan Yaypan Farg'ona jamoasi O'zbekiston kubogi musobaqasida qatnashib, Farg'ona sharafini himoya qiladi. Biz ushbu musobaqada ham vakillarimizga omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Behzod Jo'raboyev, Oybek Toshpo'latov Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.